Tonları. Ekran aldırıki qadrli körmələr, naq meydanlık tamaşbın dostlar, köratqınalar həftlik səhnə proqramısı. Proqramımızın yeni san arqılıq sizlərlə yüz görüşkənligimdən intayın xoşalmən. Mən sizlər üçün xizmət qilishni özümdən xoşallıqı, bəxti, təli də bilib kilotqan sizlərlə riyasətçi dostlar Gülşən Məhəmməd Dursun. Həftlik səhnə proqramımızın bu sanda əlbəttə sizlərə gözəl tiləklərini tiləyimiz. Onundan başqa yanıla isil məzmunlarımız bilən sizlərə xizmət qılımız. Bu san proqramımızdakı əziz mehmanımız bolsa, həmməylə intayın yaxşı gördiğən, hörmətləydiğən, fəxrləndiğən, şundaqla naqşlarını intayın yaxtırıb anlaydiğən, yürəkdə moңu ba, avazda sehri küçü ba, süyümlük çolpunumuz, dağlıq naqşçı Gülbahar Reyim. Şükətsiz qızın qarşılığınız aldından körmənlərimizə, tamaşbınlarımızға salmanız yetkizib bəmsiz? Ekran aldiki barlıq əziz körürmənlər, barlıq uruq tuqqan dost biradərlər, yaxşımısılar? Şundaqla naq meydandaki barlıq əziz mehmanlar, yaxşımısılar? Mən Gülbahar Rehimdən sizlərə sığınışlıq salam və ali ehtiramlar bulsun. Aldı bilan qimmatli vaqtınızı çıxırıb həftəlik səhnə proqramımız qatnışıb bəginizə çin yürgümdə minnətdarlığımı bildirmən Gülbahar rəhmət. Sizə rəhmət. Yaqında taz aldıraş öp git bar sizə. Özünüzdən yürgünüzdə yaxşı gördüğən naqşı kəsbinizni davamlaşdırmısınız bolmaydı. Ondan başqa yana bir yeni kəsbə mo atlandınız. Onu sal turub körmənlərimizə aşkarlab berimizə. Şunun üçün aşkarlayıya. Taza aldıraş öp getdinizə. Lakin yanıla şu vaqtның içindən vaqt çıxırıb özünüz ən yaxşı gördüğən ən mühimi xalqımızdan qalbidən orun ağızgan naqş kəsbinizni hər giz unutub qalmaysınız, doğrumu? Əlbəttə. Mən şu nayt kiçik artistlikə qəbul qılınğan. Yəni 9 yaşımdan şu sənət məktəb usul kəsbiga qəbul qılınıb, ondan keyin muş usulunki məşqlərə çidab bulanmay, qıçıq deb saldı. Musikamni kəsbini almışdırıb, musiqa kəsbində oxudum. Ondan keyin naqş kəsbiga almışdırdım. Mening naqşlarımni, avaz uslubumni yaxşı gördiğən tamaşabilərim üçün əlbəttə mən özümün kəsbini taşıvəsəm bolmaydı. Mən şundaqla ataqlıq sənətkarlar bolsun, riyasətçilər bolsun, hər bir kəsb egisi, utuq qazanğıcılar xalq tərəfindən etiraf qılınğan şundaqla biz sizlərə mənsub. Şunun üçün biz özümüzün kəsbini özümüz çoxum taşlab qoyuşqa qətiyyən bolmaydı. İnanırsınız bizim ata-analarımız, ata-bobalarımız muş kəsbdə bolğan. Bizim ailəmizdə hesabda hazırca həyat səhnələrə çıxa alaydigan, naqş eta alaydigan, musiqa çala alaydiganlardan 38 nəvər-çəvər kelin kuyuğal bolub. Mana bir meydan keçilik. Bir meydan keçilik çıxdı degan gap ha. Muş kəsib bizninki həm də qın-qınımız sınıb getgan. Mən şəxsən bu kəsbdən hər vaz keçməyəm. Əmsə şu 9 yaş vaqtda avazınızdan alohidligi qandaqdı? Çaranlıqmıdı, yanraqmıdı yoki şu vaqtlar muş avazda bir xil moң, sehri kuch bormidi? Başqalarını cəlb qoldiganchu. Məsələn biz hazır Gülbahar Reyimning naqshlari desam, bizning xiyolimiz keldigini bir moң, bir sehri kuch. Biz çünkü naqshni muhabbet deymiz. Bu muhabbetni kişilərə his qıldırdıgan kişi bolsa, yetkizdigan kişi bolsa naqshchi. Siz şu muhabbetni, şu tuyg'uni his qıldыра alaysınız. Rəhmət. Şunun üçün şu vaqtında barmı deməkçi? Batdı. Mening qısqa hekayəm var. 3 yaşımda bizning ailədə azraq özgürüş oldu. Özgürüş bolğandan keyin bəlkім şu səbəblik məktəblərdə bolsun və ya ailədə ya başqa yerlərdə bolsun, bəlkім biz özümüzcə bir kiçikkina bir yürkimizdə kiçikkina bir təsəlli və ya ki bir miskinlik və ya ki bir mehr muhabbet təşna bir qalb bolğan bolishi mumkin, şu vaqtlarda yetilgan bolishi mumkin. Mən bu naqshini özücə muşuyluqı Nemening naqshli kinolar var, sen salan deymiz, Peychuni jan deydigan bir kinolar boldigan, Lida bilan Lazning kinolardagi Lidaning naqshini uxlab qaldigan vaqtidagi bir naqshi var. Davomliq maktab qurib şu naqshini aytib uxlab qalatdim balalarning oldida. Chavak kinolar. Mening ovozim yomon cho'ng. Qo'yvatsam qaysiga chiqdi. Bilasiz, pot usulning naqshini aytgan. Bu pot usulninki ovoz doirasi chetnab chiqib ketgan. Men shuni changfa deymiz. Avaz dairəm bək yuqarı. Amma bu naqsh kəsbində huzur veriş. Çoxum başqalarga naqsh olsun, müzik usul olsun, çoxum başqalarga huzur ata qila alaydigan bo'lish kerakçı. To'g'ri. Bir xoslik bo'lish kerak. Endi avaz ejab yaxshi deb vang aytvasak bu
bir huzur beremisiz bika. Ovozingizda bir sehriy kuch bo'lish kerak va yoki naqshni To'g'ri. tekisiga bog'lab turib, ohangga mos kelgan asosda o'zimiz shuni ifodalay oladigan, naqshimiz orqali bir voqeani boshqalarga deb bera oladigan, ovozimiz orqali shu hissiyotimiz qattiq yumshoqliklarga diqqat qilish orqali shuni biz ifodalab bera oladigan bir kichkina xoslik bo'lish kerak. Bu xoslikni men hozirgacha tashlab kelmadim. Mening ishim hozir 40 dan oshdi, lekin men 38 yoki bo'lmaydi 35 yoshlarga kirganda his tuyg'u bor menda. Chunki nima deganda bu yosh faqat bir insonningki yashagandagi faqat bir raqam u. Fiziologiyalik yash u psixiklik ishimiz emas. İşimiz undaq bo'lmaydi. Chunki mush hayotda biz har qanday bir narsani go'zal his qila olgan vaqtimizda, To'g'ri. har bir şeylarga o'zimizning qalbidan cho'qim mush narsa bek pokiz, bek chiroyli, mush bek go'zal degan narsani oldina o'zimiz qalbimizga shu narsani pikib bo'la olgan vaqtlarimizda, andan keyin bizning ichimizga hissiyot bilan naqsh muzika deganning birlashib ketgan vaqtida har qanday odamni o'ziga jalb qiladi ham tatalaydi deb o'ylayman. Gulshan. His tuyg'u bek muhim shuning. Masalan, siz bir naqshni aytgan vaqtingizda tekstni haqiqiy tushunasiz. Yuragingizdan, qalbingizdan tushunasiz. Shunga bu ma tekiz anandagi ohanglar bilan qo'shilib, sizning sehriy kuchingiz bilan birlashib, boshqalarga huzur ato qila oladi, mung bera oladi degan gap. Agar u tekstni tushunmasak, uni biz qalbimizda e'tirof qilmasak, u chaqda u mung, u sehriy kuch degan narsa hargiz chiqmaydi. Ham 9 yosh vaqtimizda balkim shu kichik vaqtimizdagi ishlar bizga bir aslim bo'lib, kechirmish bo'lib, ovozimizga bir mungni ato qilgan bo'lsa, unda bo'lsa, cho'ng bo'lgandan keyin bu mungni qanday saqlab qoldingiz? Bu sehriy kuchni qanday saqlab qoldingiz? Maxsus men mushu mungni saqlab qolman, mushu xosligimni saqlab qolman deb kuchamsiz, tirishchanlik ko'rsatamsiz. Yoki bu tabiiy bo'lgan ishmikan? Yana his tuyg'u bilan munosabatlikmikan? Bek to'g'ri gap qildingiz Gulshan. Sizning mushu ilk ifodalash artistlar bo'lsin, siz savol so'ragan barliq shu oldingiz o'tirayotganlarga nihoyat aniq bir tushuncha bera olasiz. Shu to'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Asan emasda bu naqsh kasbi deganniki birsi ovozingizni tug'ma odam deganda bir kichkina tug'ma hissi mung bo'lish kerak. Andan keyin bu naqshida tegidan tug'ma bir kichkina aloylik bo'lish kerak. Andan keyin cho'ng bo'lgandan keyin naqsh kasbi tarbiyalanib mang'andan keyin bu nafas deymiz, ovozningki yuqur tuvanligi deymiz, tomjinchiligi deymiz, uningki oladigan peshchikitlari deymiz, hamma narsani mengib o'tib turib o'rgangan narsa, lekin aloyligini o'zimiz tug'ma ishimizda bo'ladi ekan. Kichikimizda yetilgan narsa rost. Biz kichikimizda masalan obam deb o'tib ketganga o'xshash kichik vaqtimizda bizga ta'sir qilgan, biz saqlab qolgan bizdagi miskinlik va yoki bizningki ichimizga dunyomizni so'zlaymiz biz faqat. Har qanday bir naqshchi, ba'zan naqshlar qarab yiqilib shunda sho'q naqshlarni aytib deganning qarasanglar degan o deb shunda erkin azadi. Anakin ba'zan naqshlar bo'lsa, bolalar naqshlarni aytish orqali o'zini to'shqanlarga o'xshatibda qilib yuriydi. Andan keyin ma bizdek naqshlar qarasanglar, endi hozirgacha masalan Gulshan sonimiz boyam deb o'tib ketganga o'xshash, kichigimizda yetilib qolgan bir ovoz, kichigimizdagi bizningki hikoyamiz, tariximiz bizga ta'sir qilgan ma'lum bir shay va yoki narsa bevosita bizga hujum qilganligi uchun ichki dunyomizda bo'ladi. Keyin cho'ng bo'lgandan keyinki bizning hayotimizda bo'lgan turmushlarimiz, xizmatlarimiz, kechirmishlarimiz buning bilan bevosita bog'lanishlik bo'lib ketar ekan. Unda bo'lsa hozirgacha ijodiy naqshlardan qanchani o'rinlab boqdingiz? Sanab baktınızmı, hesaplab baktınızmı? İcadi jihatdagi naqshlardan ommabop xalq naqshi Meishing Changpa bo'lib, aytgan naqshlarim hisobda sanab baksam 1-2 mingdan oshidi. Oshdi chiqma. Oshidi? Resmi molusulluq naqsh ekansiz jumoamsa. Siz o'ylab beqing. Hesaplab bakmamsiz deb xafa Hesaplab bakmamsiz. 1990-yildan boshlab hozirgacha aytgan bo'lsam da 90-yili Xinjiang Unsur nashriyat tarafidan butun shu pasha-ishadimiz, dağlıq çolpanlarımızdaki, apalarımızdan, adilarımızdaki naqshlarini Ünalgı lentisini şu vaqtda chiqaratdi. Lekin 90-yili bizning Ünalgı lentisi chiqmagan vaqtida Mahmud Sulayman efendim bilan ikkimizniki, Mahmud Sulaymanniki mening yulduzim, mening xo'shchanan degan Ünalgı plastinkasi bilan shu butun Xinjiang xalqidagi asosan biz bilan yosh quram tanglarniki jurikiga allburun biz nurimizni chechib bo'lgan. Endi yaqinda sizlar bilan uchrashmoqchi naqshlarchi, endi sizlarning jurikinglarni chekmoqchi biz. Yani qaytadan ya u chaqda dahshat bo'lib ketgan. Ras bekshi mod bo'lgan vaqtlar u. Endi shu vaqtlarda biz 90-yildan tortib
Hesaplasak, lentisi, DVD, 3 qitim yalğız kişilik naqshkechilik o'tkazdim. Endi mana mushundaq mo'l usulluq naqshlarning ichida, uslublarning ichida o'zingiz qaysi uslubni eng yaxshi ko'rganligingizni his qildingiz hozir? Agar birini tanlash to'g'ri kelib qolsa. Ommabop. Ommabop, ya'ni shu mo'ngluq kuylar shundaqmi? Ha. Endi nimishqa ommabop deganda, ommabop degan gapning o'zidan chiqib turibdi, to'g'rimi, xatomi? Ommabop degan gap hammadan anglisi bo'ladigan, qabul qila oladigan, yaxshi ko'radigan. Tongsu changfa deb qo'yamiz. Amaliyotda shu xalq naqsi, meshin changfa deydi. Buning kuch ketadi. Buningga faqat saviya ketadi mana naqshlarga, shu xalq naqsi bilan meshin changfaga gulchan. Ha. Ommabop naqshiga hissiyat ketadi, ovoz ketadi, puroq ketadi. Buning ishi bekchiq. Mesela Abdullah Abdurrahim, ataqlıq sanatkarımız, kasbdeshimiz. Mo'minjonlar, G'olib Rahim, Mahmud Sulaymonlar, Toshmamat Boturlar. Mushlar asosan ommabop naqshchilar. Ommabop naqshchi degandan keyin bunday hisobda ching turmasak kontrol qilmoq tez. Kontrol qilish, ovozni kontrol qilib turmasak bo'lmaydi. O hissiyotni, puroqni, cho'qim ovozni cho'qim kontrol qila olgan vaqtimizda bizda shuni kontrol qila olgandek qobiliyat, kuch, nafas, kasbiy jihatga aloyidlik bo'lmasa, u beka quruq hissiyot bilan tang mangadigan narsa. Eng yaxshi uslub ommabop uslub. Men shuni yaxshi ko'raman. Yurak tegidigini shuda, ha, to'g'ri. Uningdan boshqa Gulbariyimning yana bir ortiqchilik bo'lsa, izchillikni saqlash. To'g'ri. Boya degandek 90-yillardan boshlab 1990-yillardan boshlab toki hozirga qadar izchil ijodiyatlaringiz anglag'uvchilar bilan, tomoshabinlar bilan uchrashib turyapti. To'g'ri. Üzülmedi. Bunun sebep nerede? Demek adamda bir izchillik, bir terishish, bir nishon, bir o'zi o'ylaydigan bir nishoni bo'ladigan, cho'qim nishonini yetish uchun o'zininki cho'qim izchilligini, ash ching tutolgan adam shu niyatiga yetirgan deb. Shuning uchun tirishchanlikni unutib qolmasligimiz kerak. Meningcha hamda izchillikni saqlay olishingizdagi yana bir sabab hamda meni hamda shaxsiy ko'z qarashim. Qarindoshlaringizning mehr muhabbati, madadi, ilhomiy qo'llashi. G'olib Rahim akam boshchiligidagi qarindoshlarning shundaqmi? To'g'ri. Ha. Mening mush izchilligimdimi meni madad berayotgan bular emas, o'zimning kuchlam emas, ya'ni men oqsipimda dedim g'oyatni deb aytdim. Bizning oilamizda 10 farzand. Onun hammasi asosan 6-7 sars hisobda har bir o'makning. Yakan poskam qog'iliq, Qashqar degandek o'maklarning o'mak boshliqlari, ijodiyatchisi yoki bizmisamda. Bular menga to'xtamay madad berib turgan. Ular meni kuchlantirib turgan, ijodiyatlarni berib turgan. Ukam biz bor. Haqsiz sana ijodiyat ta'minlab turamiz. Sen bizning qarindishimiz, sen utuq qozonding. Ata bo'g'larimizningki yetamagan orzu umidlarga sen yetkizding. Naqshkechilik qilib olding. Bu naqshkechilikni ota-onalarimiz qilmoqchi edi, shuni sen qilyapsan. Biz qilamagan sen qilding ukam. Sana biz kuch beramiz deb oqimda meni kuchlik, meni shu oq terak bo'lib turayotgan o'g'il qiz qarindoshlarim, urug' tuqqanlarim menga kuchlik bir madad bergan. Eng avval men menga shu yo'llarni ko'rsatgan, shu bilimlarga ega qilgan, meni bugünkidek xosliqi va bir san'atkor, shundaqla mo'ngluq ovozi bilan xalq qalbini chekayotgan, shundaqla yana davomli chekmoqchi bo'layotgan bir naqshchi qilgan ota bo'g'larimga, shundaqla aka, ina, hadi sing'illarimga chin ko'nglimdan minnatdorligimni bildiraman, ularni to'liq suyunaman. Men shun davomli ijodiyatlarni yana oymasligini, men uchun yana meni biz bor deb turishini chin ko'nglim umid qilaman. Shundaqla bu yerda o'tirayotgan sizning hammamizning qarindoshlarimiz, urug' tuqqanlarimizning omon bo'lishi, bizga kuch berib, kuch madad berib turishini umid qilaman. To'g'ri. Bak baxtlisiz Gulbar. Yemishqa deyman deganda, mana mushundaq esil qarindoshlaringiz bor, sizga kuch berayotgan, madad berayotgan, ilhom berayotgan, mehr muhabbat berayotgan. Endi boshqalarmi balkim sizdek baxtli bo'lishi mumkin, lekin baxtning ichida turib baxtni his qila olmayotganlarmi bor? Shunglashqa siz yaraysiz. Izchilligingiz bor. Shu baxtdan foydalanishni, huzurlanishni bilaldingizda. Rahmat. Endi bizning tomoshabinlarimizdan qanday savollar borki, anglab boqamda. Ha, qani? Gulbar haday yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizcha hozir yetilayotgan yosh naqshchilar qaysi taraflar ko'proq o'rgansa va izdansa deb qaraysizmi? Yaxshi so'zlab bersangiz. Bizning yetilayotgan yosh naqshchilarimiz bo'lsa, bayan men deb o'tib ketdim bir muncha mazmunlarni. Ana shundan chiqib turdi. Eng avval bo'lsa, o'zininki naqshchiman deyaligidek qo'saqda bilim bo'lish kerak. Birinchisi o'zining uvuli bo'lish kerakdan hamda kichkina. To'g'rimi, xatomi? Material bo'lish kerak. Material bo'lish kerak. Bu material bo'lgandan keyin o'zining ovoz uslubini tangshapcha o'z uslubiga qarata ustozlarni tepib, mening ovoz uslubim qanig'i mangadi ekan.
qaysi uslub bo'yicha mansam bo'ladi ekan deb eng avval birinchi qadamda o'zining ovoz uslubi bo'yicha ustoz tutish kerak. Gulbarada yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizning shu girim bo'yimlar markangizni bozorga sotasiz. Siz bir naqsh turib, nima uchun shu girim bo'yimlar sohasiga qadam bosib qoldingiz? Men 2 yil burun mushu tövellarga tushib, bizning Nay viloyatlarga, yez qishloqlarga tushib, yez qishloqdagi xonim qizlarimizningki yuz terisiga sap soldim. Xonim qizlarimizning go'zallik qurilishi uchun cho'qim xizmat qilishimiz kerak. Mushu yaqinda endi men 2-3 yildan beri izlanish orqali Dilbahor sud cheklik shirkati deb o'zimning ismim Baharg'u. Gulbahor desam yo'q. Bahargul desam yo'q bu ism. Bu Bahar degan ismni bek amroqkan bular ilvabdan meni. Shundan oxir uni buni qilib Dilbahor sud cheklik shirkati deb ism bo'pti Dilbahor ha. Muborak bo'lsin. Dilbahor sud cheklik shirkatiningki Sofiyana, ya'ni Sofiyana markasidagi teri asrash yurishligi deb 6 turlik mahsulotni Shinjon bozoriga olib kirish orqali yaqinda men buni 2 oy ichida belgilik o'zimninki shu terishchanligim orqali nurg'unlagan jutlardagi Shinjonning janub shimol Shinjonlaridan jutlaridan vakolatchilarni ilib ya'ni sud andizlari o'rgandim maxsus shu girimchilikni qilishni qanday qilaman o'rgandim o'qiyapman hozirmi o'qiyapman Gulbar lider bo'lib ketdim. Yana bir yangi soha qadam qo'ydingizda muborak bo'lsin. Bu yaxshi ish bu. Yaxshi bo'ldi qarang Gulshan. Endi mush qadamni qo'yishim bilan tang bizni qo'llug'uchilar bek chiqqan qarang. Yaxshi ko'rganlarimiz chiqqan. Shunda suyundim. Bizga ishinib mush xonimga agatsak, cho'qim bir yaxshi ish bor deb meni peshimni ching tutib menayotganlar ko'p. Shundaqla mush 2 kunning oldida banglo fabuqi qildim. Shu jarayondami? Yana 80-90-100 odam agishib kirdi kaynimga. Uning oldidan 1-200 odamni qabul qilib qo'yganda, pullarini elib qo'ydi degandek endi. Shuningga maslahatlarim bek yaxshi chiqdi qaranglar gonga o'qilolmay a. Depressiyaga. Qo'yinglar endi mushu soyada bir terishib baqsaq Gulbar odamni qilgan ishlarini bizmi qilib baqsaq desanglar, kelinglar men. Kangri kushada haqsiz holat sizlarni tang yetaklab o'pmanishga tayyor. Chunki rost endi mush jarayonda bu e'lon tashviqot bo'lib qoldi deb qalsanglarmi mayli. Endi mening o'zimni qilgan ishimni sizlar so'rab qoldinglar deb berdim. Uni boshqa Gulbariyimning boshqalarga bergan eng muhim yana bir alaylik bo'lsa ishonch. Shu ishonch bo'lg'achqa vakolatchilarning soni kundan-kun ko'payyotdi-da. Ajab yaxshi. Muborak bo'lsin. Gulbarada yaxshimisiz? Yaxshi. Hozir danglik naqshchilar to'rda naqshchilik o'tkazyapti. Sizning shunday xayolingiz bormi? Mening shunday qilish bir orzuyim bor qarang. Endi bir yangi qadamga bir egilik tiklab, mablag' saptiman. Yangi bir umid istaklar bilan yangi nishonimni tiklabdiman. Mushu nishonim bo'yicha cho'qim men mush ishlarimni bir qilib tushirishim kerak avvalchi. Cho'qim bir sistemaga tushirib, mukammal bo'lgan bizningki agash kishilarimizni rozi qilaligidek. Andan keyin nurg'un odamni xushal qilaligidek. Ham shu ishlar mukammal bo'lg'idek bir sharoitimga to'shgan vaqtimda andan keyin o'zimning nurg'un setib olgan ijodiyatlarim bor hozir. 8-9-10 yaqin ijodiyatim bor. Bir-biridan esil bir-birini chiroyli. Lekin uni men aytish fursat bo'lmagan. Mush yaqinda mush ishlarimni retiga tushirib elib, hamma ishlarni o'rlashtirib deb men endi burun naqshchimiz edik. Hozir endi men bir turkum odamlarning korxonani yetakchisi bo'lib qoldim. Liderimiz, naqshchimiz, cho'lpinimiz, liderimiz deb ketdi. Shuni qarab endi men boshliqmanman deb o'tiribdi. Şunmuş işlerimni bir mezgil çıgıştırılıb, otdan retiga silib elib, andan keyin men cho'qim terishib, sizlar bilan yana burunqi kon ijodiyatlarimiz, yani 30 yil muqaddamdagi ijodiyatlar hozir aytilsa, bu yangilik bir, yani bir bosqich. Masalan, yani bir qatlindi degan gap. To'g'ri, ha. Sizlarga yetib bersak yangilik bo'ladi. Konularga nisbeten eslim bo'ladi. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Shu eslimlarni men cho'qim eslashim kerak. Menga nom bergan, meni mush o'ringa erishtirgan kasbimda men cho'qim bir belgilik o'ringa chiqishim kerak. Buning mablag' ketadi, to'g'rimi, xatomi? Cho'qim yaxshi bo'lgan, jiqroq bo'lgan mablag'ni qancha jiqsasak, har qanday bir mablag'ni jiqsasak yaxshi bo'ladi, sifatli bo'ladi, shundaymi emasmi? Men shuning uchun ham ozroq terishib turmishib, shu go'zallik qurilishi uchun vakolatchilarimizni jiq elib, jiq pulni tepib, kaynidan jiqroq mablag' silib, jiq naqshlarimni, ijodiyatlarimni sizlarga taqdim qilaman. Ya'ni to'r yuzli sizlar bilan ko'rishiman. Uningdan boshqa men 90-yili akam, Söyümlük akam G'olib Rahim ijodiyatlaridan mangala yozib bergan bir naqshi bor-ku. Shu naqshni bir aytib beray. Ketdim bugun Yiroqqa jana Yürek serdap pırakta cana
Aşu aylar içinde men qandaq çidayman hasretlik 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 şu joyda Aşu aylar içinde men qandaq çidayman hasretlik 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 şu joyda Rahmet Bək çiraylıq, hə? Ən axırda neçə sualımız var? Bək qısqa. Mən sal tezraq sorayman, onu ki sizdən bu sal tez cavab verişinizni ümid qılmalıyıq. Onda xilqi bək təs suallar həmməsə. İşdən sırtqı vaxtlarda neymi iş qilishni yaxshi görürsünüz? İşten sırtlı vakitlarda çokum maşinam neydi? Vakalet çıkış için. Cay-caylarla aylanışni yaxshi görmə. Cay-caylağı verip, nemi kemken, nemi kılışım kerekken, nemini kılışım mümkün degen şu meseleler doğrusunda bu şirketinin işlerini bir taraf kılış. Bika kağa vaktini qat'i bika ötkazgim kelmeydi. Şu işler bilen şug'ullanaman. Yaxshi, unda bo'lsa sizdan eng 3 ishiniz nima? Eng işim bolsa, başkalarının ko'ngliga azar verip silish. To'g'ri. Undan boshqa arzu armonlaringiz. Yani bir 50 yıl yaşasam, 50 yıl, yani 50 yıl yaşayalsam ya ko'maydi. Muş yaşaş jarayonlarida men arzu qilgan, armon qilgan meningki mushu vaqlo yanchang qo'ydaysiz, mayli sirri yanchang qo'ydaysiz, san'at hayotımda bir bo'sish xarakterlik ijodiy kechiligimni qilib olasam, birinchisi. Eningdan keyin mening bir o'g'lim bor, farzandim bor. Bu farzandimningki arzu armonlariga yetish uchun bu o'z arzu qilgan maktablarda eng yaxshi bo'lgan o'zining arzusiga yetkazib yaxshi to'yini qilib, undan keyin yaxshi o'zining arzusi bo'yicha umid qilgan maktablarda o'qitib, da'liq bir inson qilsam deyman. Yana bir arzuyum bo'lsa, hamda shu san'at hayotimda utuq qozonish, yana birisi shu Dilbahar suv chekish shirkatimizniki quribdimiz. Shu shirkatni davomlashtirib, kasb egalariga bir kichikina maydon hozirlab bersam deydigan bir arzu umidlarim bor. Aşını uyasın deyim. Rahmat. Arzu armanlarınızdan əməlgi işığa tiləkdaşımız şundaqla avazınızdaki şu moğunun, şu sehri güçünün məngü üzülüb qalmaslığını çin jürkümüzdən ümid qılımız. Şundaqla hazır qıdak hər bir gününüzdən bayram gündürədək ütüşünü çin jürkümüzdən ümid qılımız. Rahmat. Ondan sonra programımızın axırda siz özünüz yaxdırıb etdiğən şundaqla anlıqçılar yaxdırıb anlaydıqan naxşınızdan birini soğuqan bolsaq. Bulamdı? Elbette bulu dedem. Bir yerden ben nakşi etmeye çıkarsam bulmaydı. Maqulunda bo'lsa, birlikte Ben en yaxshi ko'radigan Zimistondagi so'ygi degan naqshamni sizlarga taqdim etaman. Mushu uydagilarning qachon to'y qilasiz degan gapidan bakli zerikdim-jumi adash. Mavuni skanerligini. Rasma? Sening arzuyingdagi yigitlarning hammasi bor. Wow. Voy. Lazım bo'lsa akilib beraymi? Nimani? Voy, ichimlik to'rt. Ishingizni qiling bo'ldi. Fursuzg'u? Mavi qizlar qarab qaptiman. Elchi deb angladingiz aqchan. Loyiq to'nishtirish to'riga kiring. Mulozimatimizdan cho'qim rozi bo'lasiz. Kamera kino apchiqidan nodir mazmunlarni ko'rib, telefonning beshingizni ko'taramaganda kutilmagan ishlarga uchraysiz. Tavsiyamiz atrofingizga obdan qarang. Bo'lmasa uqishmaslik tufayli boshqalarga avarchilik qilasiz. Komediya shu chaqda boshlandi. Kamera kino apchiqi.
Sensiz dünya şunçalik darmı armanlarga toldi yürek Sensiz dünya şunçalik darmı armanlarga toldi yürek Aldırı qadrli görmələr, şınaqlarına meydanlık tamaşbın dostlar. Həftəlik səhnə proqramımızdan bu sani müşə dayaqlaşdı. King sanda görüşəlik. Xeyr xoş. Xeyr xoş. Xeyr xoş. Xeyr xoş.